Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun biz yana bir video chiqaramiz. Bu faqat arzon modellar bor edi. Ko'pchilik bizga talab qildi, shuning uchun so'rab ko'rsatyapmiz. Bizda klientlarning gaplari va klientlarning so'zlari biz uchun deyarli qonuniy gap yo'q. Hammasi uchun to'g'ri tushuntiramiz. Demak, ketdi. Aytib manzilimiz Toshkent shahar Malik O'zar Avaz 9 do'kon. Butun O'zbekistonda yetkazish berish xizmati ham bor va bo'lib berish xizmati ham bor, nasihat xizmati ham bor. Agar Telegram orqali yozsangiz javob beramiz. Kanalga a'zo bo'ling, kanal esa chiqmasin, foydali kanal. Ketdi. Nima birinchisi? Bu 5 notebookimiz. Lenovo Core i7. Core i7 4-avlod, 4-avlod. Hozir 5 bahodan 4 baho, to'g'ri ideal emas. Yoki boshqa joyi yo'q, unaqasi yo'q. Lekin kuchi jihatdan kuchli. Core i7 4-avlod, 8 GB RAM, 512 GB HD xotirasi bor, 128 SSD'si bor, qo'shimcha AMD 2 GB grafikasi ham bor. Narxi $120. Yana tushib beramiz. Buning narxi yo'q. 110 beraman, men xohlasangiz. Buning narxi bo'lmaydi. Nimaga deganda 8 GB aplikasiyasi bor, SSD'si ham bor. Video kartasi ham bor, ham Core i7. Narxi $110. Bunaqa narxi oddiy ofisdan olasizlar, bemalol. Keyingisi Asus Core i7 3-avlod, Core i3 7-avlod. Core i3 7-avlod, hozir ideal holatda 5 bahodan 5 baho. Misol uchun chaqalar yo'q, yaxshi. Zaryadlar ham yaxshi. Xotirasi 8 GB RAM va 256 yoki 128 SSD'si bor. Ya 256 yoki 128 aniq SSD bor, aniq bilaman. Narxi $130 beramiz. Bu ham zo'r narx xotirga nisbatan. Keyingisi bu HP EliteBook poly metal korpus 100% qaytashlangan metal bo'ladi bu. Bu 8 GB RAM, 256 SSD, tagi pachetka, ekran IPS bo'ladi, qo'lga bosma skaneri bo'ladi. Bu narxi necha pul? Narxi 150 beraman. 150 ga zo'r narx ekan. Buning narxi yo'q. HP EliteBook. Keyingisi bu Celeron, SL Extens bo'ladi. SL Extens Celeron, lekin holat yaxshi, ishlashi zo'r. Buning narxi bozorda bo'lmasa kerak, narxi $15. $15 lekin udar holatda. Klass. Zaryadlari hammadan zo'r, batareya ushlaydi. $15 nima beradi aka? $15 ga. To'g'ri, bunaqa texnik olish qiyin, lekin bu ishlaydigan narsa Excel, Word, PowerPoint hisobotlar hammasi bemalol tushadi. Keyingimiz Dell Core i5 7-avlod, 8 GB RAM, 256 SSD. Tagi pachetka, bosma skaneri bor, qo'lga hammadan joyi bor. Ko'rinish ixcham, mana 5 bahodan 4,5 baho, lekin ishlashi zo'r, kichkina, 13 dyuym. Ko'tarishga bemalol zo'r tushadi. Buning narxi $120 beraman. Keyingisi bu ham Tera notebookimiz. Bu Pentium protsessor, tagi pachetka, ekran IPS, sensor ekran, 4 potok bo'ladi, 4 GB RAM, 256 SSD. Mana. Narxi $100. $100 narx, zo'r narx $100 ga. Tera. Keyingimiz Dell Core i3 7-avlod, ideal holatda, holatda o'rta holatda 8 GB aplikasiyasi bor, 1 TB xotirasi bor, qo'shimcha SSD'si ham bor. Buning narxi $130. Zo'r narx video kartali. Keyingimiz AMD A8, ya'ni bu Core i5 7 ga, Core i5 6 ga, Core i5 7 6-paketga to'g'ri keladi. 8 GB RAM, 512 GB SSD, ekran displey LED ekran. Ko'rinishi ideal emas, o'rta holatda, narxi $130 beramiz. Xullas, bu hammasi boshlang'ich IT-ga, ya'ni frontendga bemalol tushadi. Ya'ni bitta eslatib aytmasak, hammasi ko'taradi frontend bemalol. JavaScript, HTML, Python bemalol ko'taradi. Ya'ni o'z ishlashiga bog'liq. Keyingisi bu bitta yangisi orasida yangi Dell Core i3 12-avlod, 8 GB RAM, 512 GB SSD, ekran 1 MHz, IPS ekran. Buning narxi $270. Yangi Dell. Bundan narxi yo'q bozorda. Keyingimiz bu masalan hozir endi Lenovo driver tushdi. Lenovo Core i5 13-avlod, 8 GB RAM, 1 TB xotirasi bor, 256 GB SSD'si ham bor. Holat yomon emas. Holati ham MX video kartasi bor, Photoshop, AutoCAD kodlar o'tadi. Narxi skidkada $170. Bundan narxi yo'q bozorda $170 ga. Keyingi video ko'rishguncha xayr, kanalga a'zo qo'yinglar. Kanal nasibda qolsa, agar kimda-kim buni ko'rmagan bo'lsa, video oxirigacha yoki tushunmagan bo'lsa, Notepro kanalimiz bor, men Telegram link tashib ketaman. O'sha linkka kirsang, ichida polniy hamma parametr bergan bo'ladi. Yoki pastda telefon qilsang, telefon qilib bemalol ko'tarib gaplashamiz.